Sergeli Xonoboddan yangi mahalladan quruq yer qidirganlar bormi? Bir sotigi paytida 29 ming dollardan sotilgan joyi hozir kunda 24 ming dollardan sotuvga qo'yishyapti. Ko'chani ko'ryapsizlar, mana shu uglovoyda joylashgan yerimiz sotuvga chiqyapti. Ikkita chiroyli uy qurib olsanglar bo'ladi. Ko'chani oxirida joylashgan, bir tekisda hammasi 2 etажkali uchastkalar. Bu mahalla o'z davlat tarafdan berilgan mahalla. Orada quruq yerlar bo'lgani uchun asfalt hali qilishga ruxsat berishmadi, lekin asfalt qilib beriladi deyilgan. Uchastkalar hammasi bitgandan keyin asfalt qilib beriladi deyilgan. Uglovoyda joylashgan. Oldi fasadi 15 metr, ichkarigi 18 metr razmerda ekan. Yuqori sotadigan aka-ukalarimizga ham yaxshi variant deb o'ylaymiz. Ikkita yuqori olsanglar bo'ladi, qaranglar. Narxi ham chotki 24 ming dollardan so'rashyapti. Betlar narxini mana o'zimiz bilamiz, 30 ming dollargacha ko'tarilib ketdi. Hozirgi kunda hamma yoqda narxlar tashaganligi uchun egalari ham shu vaziyatga qarab 24 ming dollardan deb so'rashyapti. Yana kelishadigan joyi bor ekan. Sergeli Xonoboddan mana quruq yer qidirganlar tarqatib qo'ysanglar zo'r variant. Bu taraflar yangi parkka berilgan. Katta park bo'lar ekan, park bo'lsa balki narxi yana ham ko'tarilib ketishi mumkin. Mana shu joy sizlarni qiziqtirgan bo'lsa, videoning tagida raqamlarga bog'lanaveringlar. Egasi bilan savdolashib baraka qilishingiz mumkin.